Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan Hamkor bankimizda. Kimda qanaqa yechilmagan muammolar, masalalar bo'ladigan bo'lsa, aytsangizlar, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Kimda murojaati yo kredit masalasida yo jismoniy shaxslar bo'yicha bironta yechilmagan muammolar bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tanishuvchilar, hurmatli hamkorlar xodimlari. Biz hozirgi kunda faoliyatimiz transport vositalarini aholiga xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Logistikada. Faoliyatimiz logistika. Hop, biz Baxmal MCJ rahbariman o'zim. Hozirgi kunda faoliyatimiz o'sha yuqori taklif o'tgan avtotransport vositasida aholiga xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Asosan yuk mahsulotlarni tashish bilan shug'ullanamizda. Bunda biz firmamizga ana olmoqchimiz. Yanada rivojlantirish uchun katta mashinalar bor-ku, furalar, havo shunga o'xshagan avtotransport vositalarini olmoqchimiz. Bunda shartlari qanaqa tartibda bo'ladi? Hozir endi eshitishimiz bo'yicha yangiliklar bo'yicha 312-sonli qaror asosida ham kreditda taqdim qilinadi ekanda, zaloksiz bank doimiy mijozlari bo'lganlarga. Shu haqida tushuntirib o'tsangiz. Birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, avtomashina olib beramiz, yuk avtomashinasi. Bunda o'zingiz ulushungiz bilan qatnashasiz, foiz o'z ulushungizni qo'ysangiz, o'sha yangi kelayotgan avtomashinangizni olib beramiz. Boshlanish to'lovi. Boshlanish to'lovi, foiz pulini qo'yasiz. Qolganini bank hisobidan chiqarib beramiz, kelayotgan avtomashinani garovga qo'yib beramiz. 312-qaror bo'yicha kreditlar ajratyapmiz, garovsiz. Hozirgi kunda 100 million so'mgacha garovsiz sizga kredit ajratib berishimiz mumkin. Maksimal 100 million. Maksimal 100 milliongacha ajratib berishimiz mumkin. Garovsiz. Qolgan qismiga garov qo'yib berasiz. Bunda avtotransportimiz bir xillari xorij davlatlardan kelishi mumkin yoki shu yerda Delhilarda tayyor avtomobillar bo'lishi mumkin-da, yuk avtomobillar. Bu holatda nima qilsak bo'ladi? Ikkita holatda ham sizga kredit ajratib beramiz. Xorijdan kelsa ham chiqarib beramiz. O'zimizning ichki dilerlardan olsangiz ham chiqarib beramiz. Siz qayerdan avtomashinani topishingizga qarab. O'zimizda mulklarimiz bor-da, o'sha boshqa avtotransportlarimiz ham bor. Yuk avtotransport hozirda 10 ga yaqin katta yuk mashinalarimiz bor. Ularni ham zalogga qo'yib olishingiz mumkinmi? Mumkin. Agar ularni garovga qo'yadigan bo'lsangiz, 30% to'lov to'lamasdan 100% pulni ko'chirib berishingiz mumkin avtomashinaga. Kelayotgan avtomashina garovda bo'lmaydi. O'zingiz mulklaringizni garovga qo'yib bersangiz, 100% ko'chirib avtomashina olib berishingiz mumkin. Keyin yilda qanaqa bo'lishi kerak avtotransport vositalarida? Maksimum pasti qancha bo'lishi kerak? Ishlab chiqarilgan. Garovga qo'yishgan 2015-yil. 2015-yilda. Tushunarli, rahmat. Kimdan bironta masala savol javob bo'lgan bo'lsa